yaxshilab joylashib, choy, kofe damlab olinglar, ketqizgan vaqtingizga achimaysizlar. Uyimizning fasadini qaranglar. Kirib kelishinglar bilan liboy bitta odamning diqqat e'tiborini tortadigan uy bo'lgan. Har doimdek kelinglar. Sizlarga kirishdan boshlab ko'rsatib beraman. Asosiy kirish darvozamizda отпечаткаларgacha qo'yilgan. Bu yoqda ko'ryapsizlar, bemalol ikkita taxov mashinalar bo'lsa ham sig'adi va elektromobil uchun mana shunaqa joylar tashab ketilgan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa o'tiradigan mягкий zonalar qilib qo'yishgan. Mana buni bitta o'zingizlar baho beringlar. Hattoki yerlarga ham podsetniklar o'rnatib tashlashgan. O'zingizlar ko'ryapsizlar, uyga fasadiga o'zingizlar bitta niyat qilib like bosib qo'yinglar. Bu uyimizning fasadi 10 yil, 20 yil o'tgandan keyin ham o'z uslubida qoladi. Ya'ni uyimizning ichini, ranglarini o'zgartirsanglar bo'ladi, lekin mana shu uslub o'zining trenddan hech qachon chiqmaydi. Ana endi sizlar bilan basseyn qismiga o'tamiz. Ya'ni bu yoqda bizda uyimizning basseyn qismi, uyimizda basseyn ikkita, ya'ni bu yozgisi bo'lsa, podvalda ham basseyn joy, basseyn saunalargacha turibdi. Bu yoqni ko'ryapsizlar, basseynimiz ham isiydi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, bu yoqdan tepaga, ya'ni ikkinchi etaj va verandaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Bu yoqda yozgi oshxonamizda ham ko'ryapsizlar. Barbekyu zona, qozonlar, xullas ayollarimizni mazza qilib tayyorlash uchun hammasi komfort qilishgan.